Мектебим мен окуткан эжелерим, агайларым. Мектебим тарбиялап чоңойтун го мени дайым. Баш ийип тайзым кылам, издеди адам кылган. Мектебим сени унутпай өмүр бою сени сыйлайм. Классташ кыздар балдар, кайдадыр алыстарга учасыңар. Классташ кыздар балдар, кош болду кече келе балапандар. Классташ кыздар балдар, унутпа уяңарды учкан коштар. Классташ кыздар балдар, каалаймын ачылса экен ал жолуңар. Дос болуп 10 жыл бою бир класста бирге окудук. Дос болуп бала кезден кубалашып биз ойнодук. Коңгуроо шыңгырады, убакыт зымырады. Эй достор, өттү күндөр, балалык кез артта калды. Классташ кыздар балдар, кайдадыр алыстарга учасыңар. Классташ кыздар балдар, кош болду кече келе балапандар. Классташ кыздар балдар, унутпа уяңарды учкан коштар. Классташ кыздар балдар, каалаймын ачылса экен ал жолуңар. Доброго дня, дорогие ученики, уважаемые родители, любимые коллеги. Разрешите вас всех поздравить с праздником последнего звонка. Айла канча убакытта өтө берет, сезимдеги жүрөктөгү ой термелет. Эстегенде бир жылмайып эске салчу, калды өзүңдө окуучулук алдын кезек. Мектебим сен алтын уямбап эстеген, балапанга канат байлап жашоо берген. Жетилик балапаның эр жеткенде, алдыңда таазим этер миң эртелек. Акыркы Коңгуроо аземинде жолугушуп турганыбыздан абдан кубанычтабыз. Бүтүрүүчү окуучуларыбызга албан ийгилик, ак жол, көксөп жүргөн, каалаган кесибиңерге тапшырып өтүп кетүүңөргө тилектешмин. Турмуштун даңгыр, чоң жолунда түшүп жатасыңар. Ушул жолго майтарылбай көздөгөн чоң максатыңарга жетүүңөргө тилектешмин. Анда эмесе бүгүнкү сөздү Ош шаарындагы номер 46-орто мектептин директору Якубов Алишер Абдулазизовичке берсек. Assalomu alaykum, bizning 9-sinf bitiruvchilari. Mana umumta'lim maktablarida 2019-2020 o'quv yilining ham o'z nihoyasiga yetib bormoqda. Kelajak hayot ostonasida turgan aziz yoshlarimiz, sizlarga kelajakda omadlar, muvaffaqiyatlar tilayman. Maktablarga oxida olgan bilimlaringizni hayotda tatbiq etishga, qo'llashga, shu bilan birgalikda kelgusida o'z bilimlaringizni yanada mustahkamlab borishingizni istab qolaman. Qirg'iziston davlatimizning eng ishonchli o'g'il qizlardan bo'lishingizni, yurtimizning ravnaqiga o'z hissangizni qo'shishingizni Alloh taolodan tilab qolaman. Hurmatli bu yilgi
2020-жылдын 9-классын бүтүрүүчүлөрү. Мына биз көптөн бери күткөн 25 май да жетип келди. Урматтуу ата-энелер, урматтуу кесиптештер, урматтуу мектептин жааматтары. Мен силерге ошо 25 май ак коңгуроо күнүңөр менен чын жүрөктөн куттуктап кетем. Ал эми окуучуларга дагы каалоорумду айтып кетсем. Урматтуу окуучулар, силер эсиңерге салгыла, 1-класска, 1-мектепке босогон аттап келген күнүңөр. Мына арадан 9 жыл өттү. Мектепте кандай гана жаштыгыңар өттү. Билим алдыңар, оюн-зоого уюштурдуңар. Алтын балалыңар ушул мектепте өттү. Ал эми алган билимиңерди сыноо үчүн келечекте сиздер окуучулар өзүңөрдү сүйгөн кесиңерди ээлери болуп, келечекти Кыргызстанды түптөгөн инсандар болосуңар деген үмүттөмүн. Урматтуу окуучулар, келечекте силер Чыңгыз Айтматовдой чыгаан Кыргызстанды дүйнө жүзүнө тааныткан инсандар болгула. Ал эми кыздарыбыз болсо Уркая Салиевадай, Курманжан Даткадай, Бибисара Бейшеналиевадай, Зуура кандай болуп, кыргыз элибизди бүтүн дүйнөгө тааныткан кыздардан болгула. Ал эми келечектин кандай кесиптин ээси болушуна карабастан, силер өзүңөрдү сүйгөн кесиңерди тандап, ошо сүйгөн кесиңердин үстүндө иштейсиңер деген үмүттөмүн. Саламатсыздарбы? Номер 46 орто мектептин жалпы мугалимдер жамааты, ошондой эле 2019-2020 жыл бүтүп жаткан бүтүрүүчүлөр, сиздерди окуу жылын ийгиликтүү аякташыңар менен чын жүрөгүмдөн куттуктайм. Сиздерди ушул эрежеге жеткирген ата-энеңер, талим-тарбия берген мугалимдер, сыймыктанган уул-кыздардан болуп чыгышыңарга мен ишенем. Келечегиңер кең болсун, мекениңерди сүйгөн, мекениңерге кызмат кылган уул-кыздардан болгула. Последний звонок – это грустный и в то же время веселый праздник. А сейчас мы все рады будем услышать теплые слова от учителей, которые провожают выпускников в большую взрослую жизнь. Assalomu alaykum, mening aziz 9-sinf o'quvchilarim. Mana 9-sinf o'rta ta'limni tamomlab, barchangiz uchun hayajonli daqiqalar, onlarga yetib keldingiz. Mening hayotning katta ostonasiga qadam qo'yayotgan qadrli o'g'il-qizlarim, sizlarga qalbimning to'ridan eng ezgu tilaklarimni bildiraman. Kelajak hayotingiz porloq, charog'on bo'lsin. Yurtimizning, elimizning eng yetuk insonlardan bo'lib, yurtimizni ravnaqiga o'z hissangizni qo'shadigan buyuk o'g'il-qizlardan bo'lishingizni tilab qolaman. Vatanni sevib, ardoqlab, tinchlik, osoyishtalikni, sog'liqni qadriga yeting. Biz ustozlarning ishonchini oqlaysiz degan umiddaman. Mening aziz o'g'il-qizlarim, har biringiz men uchun qadrli, o'rningiz boshqacha. Sizlarni sog'inib qolaman. Biz ustozlar barchangizni maktab quchog'ida mehr ila kutib qolamiz. Hurmatli bizning 9-sinf bitiruvchi o'g'il-qizlarimiz, barchangizga dunyodagi barcha ezgu tilaklarni, eng ezgu tilaklarni she'r orqali taqdim etishni joiz deb topdim. Xotiramda shu dono ko'zlarga boqib, cheksiz quvonch ichra suraman xayol, shu yigit qizlarning qanchasin kutib turgan ekan porloq istiqbol. Istiqbol sizniki, barchangizniki, olamning egasi siz bo'lmayin kim, shundayin olamni kelmagan tengi. Siz aziz bitiruvchi, aziz o'quvchim. Abad sizdan xotirjamdir, bo'lsangiz xurram sihat, ertayu kech tilakdaman, yursin deb shod baxtiyor. Bu hayotdan bo'lsin ziyod, ne qilsangiz ixtiyor, erkin yo'lda Alloh bersin sizga yorqin kelajak. Ishonaman bilimingiz yaxshi hosil berajak. Assalomu alaykum aziz ustozlar, mehribon ota-onalar va bitiruvchilar. Sizlarni bugungi tantana bilan chin yurakdan tabriklayman. Aziz bitiruvchilar, sizlarni maktabga ilk qadamingizni kechagiday eslayman.
Sizni birinchi yozgan harfingiz, yodlagan she'rlaringiz sizga qanchadan qancha quvonch olib kelganini men juda yaxshi bilaman. Sizlar bilan birgalikda kulsangiz kuldim, yig'lasangiz birgalikda yig'ladim. Lekin vaqtni tez o'tishini qarang. Mana siz ulg'aydingiz. O'zingizga ishongan, uddaburon, aqlli, zehnli, mehnatsevar farzandlar bo'lib voyaga yetdingiz. Lekin shoshilmang. Hali sizni oldinda 11-sinf kutmoqda. Aziz o'quvchilarim, men ishonamanki, siz 11-sinfni tamomlab, oliy o'quv yurtlariga kirasiz. Ziyoli farzandlar bo'lib, Qirg'iziston Respublikamizni unib o'sishiga o'z hissangizni qo'shasiz degan umiddaman. Orzuli dunyoda orzular qilib, sarobu armonni bir chetga surib, yuragingiz yayrab, labingiz kulib, yashang bu dunyoda eng baxtli bo'lib. Omad sizga bitiruvchilar, oq yo'l sizga bitiruvchilar. Assalomu alaykum. O'sh shahri nomer 46-o'rta maktabning 9A sinf o'quvchisi Usmonova Kamola, 7B sinf o'quvchisi Usmonova Mubinaning onasi Usmonova Sodatoyman. Men nomer 46-o'rta maktabning direktori Alisher Yakubovga, Zauch va qirg'iz tili ejaki Zamira Sadirovaga, maktab organizatori va 9A sinf bitiruvchisi, sinf rahbari Iroda Raimjanovaga alohida minnatdorchiligimni bildiraman. Bu ustozlar Kirdalda abal, ya'ni karantinda bo'lishiga qaramay, har bir o'quvchining onlayn darsga qatnashganligidan xabardor bo'lib turdi. Yana har bir o'quvchining sog'ligi haqida ma'lumot olib turishdi. Men yana boshqa fan ustozlariga ham katta minnatdorchiligimni bildiraman. Qirg'iz tili, rus tili, o'zbek tili, algebra, biologiya, fizkultura, informatika, tarix, texnologiya va boshqa ustozlarga o'zimni minnatdorchiligimni bildiraman. Onlayn darslar juda qiziqarli va yaxshi o'z vaqtida o'tildi. Men yana karantin vaqtida shuni bildimki, farzandlarimga katta mas'uliyatni his qildim. Onlayn darslarda farzandlarim bilan birga dars qilishga yordam berib, o'zimni ham yoshlik, o'quvchilik vaqtlarimni eslab xursand bo'ldim. Farzandlarim bilan birga onlayn darslar davomida yana bilimlarimni eslab oldim. Darsliklarga oid video slaydlar qildik. Yana vaqtni qadriga yetishni his qildim. Farzandlarimni onlayn darslarga juda qiziqib, mazza qilib darslar tayyorlashlarini guvohi bo'ldim. Men kelajakda butun ustozlarga kuch-quvvat, sabr-qanoat, sihat salomatlik tilab qolaman. Qirg'iziston vatanimizga avvalo tinchlik, omonlik, xotirjamlik, osmonimiz musaffo bo'lishini tilab qolaman. Yana qirg'izistonlik barcha bitiruvchi sinflarga sog'lik va kelgusi o'qishlarida omad tilab qolaman. Yana bir bor butun Qirg'iziston ustozlariga katta minnatdorchiligimni bildiraman. В небо улетят, шарики воздушные не вернуть назад. Красный, желтый, голубой, радуги цвета. Посмотри над землей, какая красота. Посмотри над землей, какая красота. Шарики воздушные, ветерку послушные, улетают шарики в сказочную даль. Шарики воздушные, словно птицы кружатся. Расставаться, шарики, с вами очень жаль. Расставаться с вами очень жаль.
всем шарики, детство чудеса. Дарят всем шарики, детство чудеса. Шарики воздушные, ветерку послушные, улетают шарики в сказочную даль. Шарики воздушные, словно птицы кружатся. Расставаться, шарики, с вами очень жаль. Расставаться с вами очень жаль. Летят шары по небу, словно облака, под мягкий шепот ветерка. Шарики воздушные, ветерку послушные, улетают шарики в сказочную даль. Шарики воздушные, словно птицы кружатся. Расставаться, шарики, с вами очень жаль. Расставаться с вами очень жаль. Mana bugun hammani ko'zida yosh, ajralishar bir-biridan sinfdosh. Maktab binosi ham turar xomush, bu ko'z yoshlar. Bugun maktab ostonasin hatlab so'nggi bor. 9 yillik bolalikka qo'yamiz yakun. Endi hayot darsxonasi bo'ladi maktabda. Chalinadi eng oxirgi so'nggi qo'ng'iroq bugun. Bilaman, balki joningizga tekkandir bu jarang. Balki bezor bo'lgandir siz darslardan hatto. Balki ustoz asabingiz qilgandir tarang. Lekin o'tgan maktab davrini unutmang aslo. Axir oson bo'lmagandir 9 yil. Bekor sarf ketmagandir 9 yil umr. Barchaning o'zgashti bor dillarda sabr. Balki sizga unut bo'lgan, eslarsiz balki shu dargohga qadam qo'ygan jajji qizaloq. Kimlar mayus, inshodi qurram, kimlar yig'lar ko'zlarida nam, diliga solib hayajon udam, chalinmoqda so'nggi qo'ng'iroq. Tugar bo'ldi bu maktab yillar, armon endi bundayin damlar, kelmoqda ko'larzaga dillar, chalinmoqda so'nggi qo'ng'iroq. Tabriklashib kimnidir kimlar, bermoqdalar dastalar gullar, nahot endi qaytmas bu yillar, chalinmoqda so'nggi qo'ng'iroq. Mana men ham turibman ey vox, vujudimni qamragan titroq, ishongim hech kelmaydi biroq, chalinmoqda so'nggi qo'ng'iroq. Со школьного выйдя порога, одноклассников ты не забудь. Пусть счастливой будет дорога, добрый путь, выпускник, добрый путь.